Fes operatsiyasi nima? Fes operatsiyasi bu burunimizni yondosh bo'shliqlariga, demak, dostupimizni o'zini tabiiy yo'llar orqali amalga oshirishga yetiladi. Traditsion yoki eski usulda nima farqi bor, nima afzalliklari bor deydigan bo'lsak, demak, traditsion usulda yuqori jog' misolida aytamiz, kirish uchun mikrogaymarotomiya, ya'ni labimiz tagidan kirib, teshilib, o'sha joyda patologik jarayonlar tozalanardi va bundan keyin bemorlarimizda ko'karish, shishlar, ba'zida sezgini yo'qolishiga ham olib kelardi. Fes usulida amalga oshirsak, ya'ni endoskop orqali o'zini tabiiy yo'l orqali, burun orqali kirib boramiz va tabiiy teshikni kengaytirish orqali o'sha joydagi patologik jarayon olib tashlashga yetiladi. Shuning hisobiga bemorimizda hech qanaqa ko'karish, shishlar kuzatilmaydi. Yana asosiysi, operatsiyadan keyin bemorlar operatsiya qayerda bo'lganligini ham aytib bera olishmaydi. Va yana muhim bir jihati, fes operatsiyasidan keyin tabiiy teshikni kengaytirgan hisobiga shu bo'shliqlarda sinusitlarning qayta bo'lish ehtimoli ham juda kamayadi. Shuning uchun bizni klinikamizda barcha operatsiyalari fes usulida amalga oshiriladi. Bu usul butun dunyoda eng xavfsiz va samarali usullardan biri hisoblanadi.